Assalomu alaykum. Navbatdagi o'quvchim, demak, hozirgi kunda garmonichniy munosabat o'rnatib, turmush qurib va o'zi xohlagan o'qishda o'qib, farzandli ham bo'lishga ulgurgan. Hozir biz siz bilan qanday qilib mana shu o'quvchim o'zidagi hamma hissiyotlarni to'g'ri psixologik metodikam bo'yicha ishlab turmushga chiqqanini ko'ramiz. Demak, men oldimga birinchi mijoz bo'lib kelding, keyin o'quvchimga aylanding, keyin mana suyukli rafiqa va suyukli onaga aylanding. Mana shu qisqacha ta'riflab bersang. Assalomu alaykum. Ko'rib turganimdan xursandman. Bu kursga opacham orqali kelganman va bu kursga kelganimda juda ham yomon holatda bo'lganman va ikkilanib kelganman. Borsammi, bormasammi deb har xil ikkilanish xayollar bilan. Va kelganimda juda ham negativ energiyada, ayolligimga yopiq va har xil muammolarim bilan kelganman. Va kelganimda siz menga tashxis qo'ygansiz, onaga bo'lgan nafrat va oilada bo'lgan buzilishlar haqida gapirgansiz va sizning metodlaringiz orqali bularni hal qilishimni ham aytgansiz. Va o'qidim, hal qildik va sekin-astalik bilan natijaga chiqib turmushga chiqdim va hozir uy bekasi, orada farzandli bo'ldik va baxtiyor ona rolida ishlayapmiz. Xo'p, shu rolda yashayapsan. Demak, yana karyerada qanaqa bo'ldi? Karyerada men 5 yil harakat qila olmagan o'qishimga orada kirdim. Sizning kursingiz natijasida va Международный universitetga kirganman. Hozir akademik ta'tildaman. Onalik ta'tili desam. Ha. Birinchi bo'lib, meni oldimga kelgan holatingni qisqacha tasvirlab bersang. Qaysi holatda kelgan eding? Hayotga bo'lgan energiyam yo'q bo'lgan, maqsadim ham yo'q bo'lgan. Onamda, otamda juda ham kuchli nafratim bo'lgan. O'zimni his qilmasdim, ayolligimga yopiq bo'lganman. Sizni kursingizga kelib, sizni praktikalaringizni qilib, o'sha muammolarim ustida ishladim. Ayolligimga ochildim. Otam bilan, onam bilan bo'lgan har xil muammolarimni hal qildim. Eng glavnisi, iyerarxiyada o'zimni joyimga tushdim. Shu muammolarimni ishlaganimdan keyin, ayolligimga ochilganimdan keyin atrofimda takliflar ham ko'paydi. Men xohlagan inson hayotimga kirib keldi va shu orqali bizning to'yimiz bo'lib ketdi. Aynan sen xohlagan inson. Ha, shunaqa. Endi shu joyda savolim bor. Demak, meni oldimga kelishingdan oldin, demak, muammo bo'lganki, oldimga kelding. Munosabat qurishda qanday qiyinchiliklarga duch kelarding? Erkaklarga ishonmasdim. Erkaklarga nisbatan kuchli nafratda bo'lganman. Juda ham nima deydi, ularni hurmat ham qilmasdim-da. Juda ham shu muammolarim bilan ishlaganman siz bilan. Shu qiyinchilikka duch kelgansan, men kelishingdan oldin. Shunaqa. Endi o'shanda yangi munosabat qurishda nima seni to'xtatib turardi doim? Qo'rquv. Har doim erkaklarga ishonib bo'lmaydi. Bularga ishonsa baribir aldab ketadi degan hissiyot bo'lgan. Va aynan mana shu muammolarning ichida eng katta yiringlisi nima bo'lgan? Erkaklarga bo'lgan nafratim bo'lgan. U qayerdan paydo bo'lgan? U bolaligimdan sekin tanamda urg'otib yurgan, ildiz otib. Va men bu narsani bilmaganman. Chunki ongsiz ravishda yashagan bo'lganman-da. Kursingizda kelib, ongsiz hayotdan ongli hayotga o'tib, tushunib, kamchiliklarini ko'rganimdan keyin meni hayotimda iyerarxiyada buzilish borligini bilganman. Keyin o'zimiz ustimizda ishlaganimizdan keyin bu muammo hal bo'lgan menda. Xo'p. Aynan o'sha jarayonda qarab, shu muammolaring borligini bilmasding. Yo'q, bilmasdim. Lekin turmushga chiqish xohlayapsan, o'zing xohlagan insonga. Va buni ildizini tushunmayapsan. Nima deb o'ylagansan? Nima uchun qarshilik bo'lyapti menda? O'zim xohlagan insonim kirib kelmayapti deb o'ylagansan o'sha paytlarda. Nima deydi? Yoqmayapman degan hissiyot bo'lardi-da. O'zingda nedostatka shunaqa. O'zimga nisbatan ishonchim bo'lmasdi-da. Samotenka past. Chiqqanimda ham, voy, hozir yoqmay qolsam-chi, hozir menga rad javobini bersa-chi deb qilib turardim-da, qaror unga berib qo'yaverardim. U qaror qilsin, menga uylanaman deb o'zi kelsin, men harakat ham qilmasdim-da. Meni tanlasin deb. Ha, faqat meni tanlasin derdim.
O'zimdan nima deydi, har doim kamchilik qidiravurardim. U rad qilsa ham man deydi-da, ayb deb. Loyiq emasligini ko'rarding va ideal bo'lishga harakat qilarding. Shunaqa. Aha. Bu narsa seni charchatganmi? Charchatgan. Aynan mana shu muammoingni hal qilish uchun-da menga kelguninggacha nimalar qilib ko'rganding? Ko'pgina kursda o'qiganman. Ko'pgina o'sha kursdagi affirmatsiya, meditatsiyalarni hammasini qilib ko'rganman. Endi ma'lum bir darajada foydasi tegan, lekin keyinchalik o'sha ishlamagan. Muammoingni yechib bermagan. Shunaqa. Aynan meni kursim kelgandan keyin qaysi metodim senga wow effekt berdi? Nima deb o'ylaysan? Qaysi biriga wow deysan? Shokovый effekt deydi-ku. Loyalnost. Qaysi usulda ishlaganimiz? E'tirozlar bilan biz ko'proq ishlaganmiz. Men hech qachon esimdan chiqmaydi u holatim. E'tirozlar bilan ishlash bu juda ham oyog'ini osmonga qilib qo'yadigan darajada og'riqli. Onaga bo'lgan e'tirozlar, nafrat, otaga bo'lgan e'tirozlar, nafrat bilan terapiyalar orqali ishlaganmiz. Demak, eng effekt bergan narsa senga psixoterapiya bo'lyapti. Hozir shu paytda aynan seni A nuqtangda yurgan ayol qizlar uchun nimani maslahat berganing? Nimani mana munosabat qurish olmayapti, tushunishmayapti, erkaklarga ishonch yo'q. Nimadan boshlashni maslahat bergan bo'larding? Avvalo hamma narsani inson o'zidan boshlash kerak. Ularda masalan menda shunaqa muammo bo'ldi, men hamma e'tiborimni o'zimga qaratib, men muammoyimni bilish uchun keldim. Ikkilanmaslik kerak. Har doim o'zingiz aytgansiz, nima deydi, boshqa joyga har doim shoshilasan-da, lekin muammoing kelganda har doim o'zingni olib qochasan. Bu noto'g'ri narsa, og'riqli bo'lgan narsadan hamma qochadi deganingizda, men shu gapingizga ishonmaganman. Lekin o'zim hayotimda, tajribamda bu narsani sinaganman-da. Og'rig'i bormi, kelish kerak. Xuddi tishimiz og'risa doktorga borganimiz kabi, muammoyimiz bormi, kelishimiz kerak shu insonga. O'sha muammoni hal qilish kerak. Mas'uliyatni, majburiyatni bo'yniga olib. Eng avvalo mas'uliyatni bo'yniga olish kerak. Ko'pchilik aytadi, Shosta Usmonova, sizni bu kursingiz qimmat deyshadi. Sen qanaqa qaraysan? Endi men bu gapga qo'shilmayman, chunki eng to'g'ri investitsiya bu bilimga qilingan investitsiya. Men ham nima deydi, standart silver tarifida o'qiganman. Bitta terapiyangizdan keyin gold tarifini sotib olganman, hech ikkilanmasdan. O'sha payt bizning paytimizda ham biz o'qigan potokda ham qimmat bo'lgan narxlar, lekin shunga arziydi. Inson har doim qimmat deydi, lekin boshqa narsalarga pul sarflamaydi. Nima deydi, kiyim kerak bo'lsa oladi, ovqat kerak bo'lsa yeydi. Aslida nima deydi, ichki dunyosini chiroyli qilib, muammolarini ishlasa, o'sha narsa atrofidagi suyuklilardan keladi-da. Bu narsani ko'pchilik bilmaydi. Agar hozir mana 2 yil oldin meni qabulimga kelmaganingda va shu metodim bilan ustingda ishlamaganingda 2 yil o'tib qanaqa sitorada o'tirgan bo'larding? Oqibat Жертва. Жертва hali ham o'tirgan bo'larding. O'tirgan bo'lardim. O'zini ustida ishlamaydigan, har doim noliydigan, bechara pozitsiyasida o'tirgan bo'lardim. Qurbon bo'lib, qachon menga yordam kelarkin, meni olib ketisharkin degan. Men unaqa hayotni tanlamagan bo'lardim. Meni metodikam bo'yicha, demak, senga munosib inson chiqdi, to'g'rimi? O'zing xohlagan inson chiqdi. Ha, shunaqa. O'sha jarayonni qisqacha aytib bera olasan va unga qandoq qilib sen ha deding? O'zim ustimda ishlaganimdan keyin ayolligimga ochildim. Nima deydi? Har doim samatsenkamni ko'tardim, o'zimga bo'lgan ishonchimni va bu atrofga energiya tarqatdi va o'zim xohlagan insonimdan takliflar tushishni boshladi. Men gaplashib, har bittasi bilan gaplashdim, munosabat qildik va oxirida shu o'zim xohlagan turmush o'rtog'im keldilar. Men ularga ha javobini berdim. Demak, keldi va ha javobini berding. Ana undan keyin to'y jarayonlari, mana hozir munosabatda sen erkaging bilan qanaqa bo'lyapti? To'g'risini aytsam, hammasi juda ham ajoyib. Hech qanaqa bosimlasiz, yaxshi ko'rib, har doim ko'nglimga qaraydilar. Nima desam olaveradilar. Даже shu fotihali bo'lib yurgan paytimiz qaynonamlar, qaynonajonim bozorlarga olib borib kiyintirganlarida ham puliga hech narsasiga qaramasdan, aytgan narsalarim, sovg'a hamma narsalarimgacha olib berganlar.
Man bilasizmi, har doim man даже shok bo'lib qolganman. Shu darajada nima deydi, Alloh orzu havasimni behisob qilib, to'la to'kis qildiki, hech qanaqa kamchiliksiz, hech narsa qilmasdan shunda borganman man. Kelin bo'lib. Demak, sen u narsani aslida oldin qiyin deb o'ylarding. Ha, shunaqa erishish qiyin, mumkin emas, bu narsaga men loyiq emasdirman degan hissiyotlar bo'lganda menga. Menga har doim og'ir, qiyin, mana shunaqa bosim bo'laverar. Lekin unaqa emas ekan aslida. Qaynona to'g'risida fikrlaring qanaqa? Ko'pchilik aytadi, uchinchi shaxs aralashadi, ajrashib ketaman deb ko'p qizlar даже qaynonadan qo'rqib ham turmushga chiqishmas ekan. Yo'q, aslida nima deydi, qaynonam bilan birga turamiz. Ishonasizmi? Bir payt 10 da ham, 9 da ham turaman. Lekin o'zimni onamga qanaqa munosabatda bo'lgan bo'lsam, xuddi shunaqa munosabatdaman. Hazillashamiz ham, gaplashamiz ham, vaqt soat kelganda nima deydi, urushadilar ham, qabul qilishim to'g'ri. Ha, mayli, xo'p deb gaplashib ketaveraman. Bu unaqa qo'rqinchli holat emas. Bu natijaga qanday erishding? Bu natijada sizni kursingizda o'qib berishdim. Demak, qaynona bilan ham adekvatni, garmonичный munosabat qursa bo'ladi. Bo'ladi. Bu qaynona bilan yashash bu qo'rquv emas. O'zingiz aytgansiz buni. Ustingda ishlasang, hammasi okey. Okey. Agar ustingda ishlamaganingda edi, balki tegan bo'lardim. Жертва pozitsiyasida yashagan bo'lardim. Kaltalarning tagida men bechora, menga qutqaruvchi kerak, bolam orqali yashayapman deb mana shunaqa o'zim ko'niktirib yashagan bo'lar edim. Menga u hayot kerak emas. Men unaqa narsani o'zimga loyiq deb ko'rmayman. Xo'p, mana onalik baxtiga erishding. Onalik baxti deganda qanaqa hissiyotlar o'tyapti farzandli bo'lish? To'g'risini aytsam, homiladorlik vaqtimda nima deydi, onamni tuqqanimdan keyin ham onamni shunaqa qadrlarini bilib, shunaqa tushundim. Ona bo'lish eng avvalo bu bir ne'matligini, nima deydi, Xudoning bir mo'jizasi, shunday bag'ringizga bosilganda men o'zim boshqacha his qilganman. Shunaqa minnatdorchilik bo'lgan menda. Farzandimni qo'limga olganimda boshqacha hissiyotlar bo'lgan ichimda. Men faqat onamni tushunganman-da. O'sha payt nima deydi, onamga telefon qilganman. Meni shunaqa dunyoga keltirganmidingiz, ona deganman-da. Boshqacha hissiyotlar o'tgan. Onalik baxti hammaga ham nasib qilsin. Shunaqa ham onalik, ham mas'uliyat. Shunaqa. Demak, bizani baxtsiz bo'lma loyihamizni navbatdagi natijaga chiqqan o'quvchilarim orasidan kichik bir natijali o'quvchimning hikoyasini va qanday meni metodim orqali borganligini eshitdingiz. Agarda sizda ham aynan mana shunaqa og'riqlar bor bo'lsa va o'zingizni hayotingizda sog'lom munosabat qurib, turmushga chiqib, ayolligingizni his qilib yashashni xohlasangiz, murojaat qilishingiz mumkin va kommentariyada aynan yillar davomida munosabatlar bo'yicha sizni qiynab kelayotgan savollaringizni yozib qoldirsangiz, shaxsan o'zim o'qib chiqaman va ularga ham mana shu videoroliklar orqali yechim berib boraman. Demak, hozir siz munosabat qurishdagi qo'rquvlar menda bor deb o'ylayotganingiz, bu aslida sizni ichki holatingizda ishlanmagan psixologik programmalar hisoblanadi. Siz turmushga chiqqanmisiz yoki chiqolmayapsizmi, ajrashganmisiz, nomusingizni yo'qotganmisiz, balki yoshingiz 40 dan o'tganmi? Har qanaqa holatda bo'lishingizdan qat'iy nazar, demak, har bir jarayonni o'zining psixologik yechimi bor.